Va galdagi nominatsiya g'oliblari: Oqijon Madaliyev qo'shiqlari targ'ibotchisi, Farg'ona viloyatidan Omadbek Rahimov, Isroiljon Haydarov, Tojikiston Respublikasidan Dilmurodjon Qosimov hamda Farg'ona viloyatidan ishtirok etgan Ulug'bek Yunusov, Rasuljon Ro'zmatov va Hayotbek Mirkomilovlarni sahnamizga taklif qilamiz. Ularni ham mehr muhabbat va albatta guldiroz qarsiylar bilan olqishlab turasizlar. Qarsiylar eshitilmayapti. Barcha ishtirokchilarga tashakkur. Har birlariga albatta esdalik sovg'alar taqdim etilmoqda. Faxriy yorliqlar va ushbu ishtirokchilarimizni har birlariga ushbu sovg'alardan tashqari